Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ish qo'shimchasining shakldoshligi va ularni farqlash usullari haqida bilimlarga ega bo'lamiz. Keling, undan oldin o'zim haqimda gapirib bersam. Men Cho'leva Gulchehra Toshpo'latovna 13 yillik tajribaga ega repetitor va ko'plab o'quvchilar men bilan yaxshi natijalarga erishgan. Hozirda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD darajasiga egaman va Buxoro shahridagi Pinnacle School o'quv markazining rahbariman va hozirda ham repetitorlik qilib kelaman. Ham offline, ham onlayn shaklda darslarimiz bor. Demak, bugungi mavzuyimiz ish qo'shimchasining shakldoshligi va ularni farqlash usullari. Milliy sertifikat imtihonlarida Rash modeli bo'yicha baholanishini bilasiz va unga ko'ra qaysi savolni o'quvchilar kam bajarsa, shu savolga yuqori ball beradi. Statistikaga ko'ra aynan qo'shimchalarning shakldoshligi, ma'nodoshligi yoki ko'p ma'noligiga oid bo'lgan savollar yuqori ball berishi aniqlangan. Demak, bugungi mavzuyimiz mana shu jihatdan ham juda muhim va dolzarb sanaladi. Qo'shimchalarning shakldoshligi o'zi qanday hodisa? Keling, bu haqda avvalo ma'lumotga ega bo'lsak. Bilamizki, o'zbek tilida so'zlar shakldosh, ya'ni amonim bo'lib keladi. Bu degani shakli bir xil, ammo ma'nolari har xil. 6-7 o'rinda ham ma'no ifodalab keladigan shakldosh so'zlarni bilamiz. Shakldoshlik nafaqat so'zlar orasida, balki qo'shimchalar orasida ro'y berishi mumkin. Shakldosh qo'shimchalar xuddi shakldosh so'zlarga o'xshab, shakli bir xil, ammo vazifalari har xil bo'lgan qo'shimchalar sanaladi. Bugungi dars mavzuyimiz sanalgan ish qo'shimchasi naq 6 o'rinda shakldosh bo'lib keladi. Keling, bularni avvalo ko'rib chiqsak. Birinchisi sifatning daraja shakli bo'lib keladi. Sifatning daraja shakli bo'lganda sifatga xos lug'aviy shakl yasovchi vazifasini bajaradi. Va fe'lning modal shakli, fe'lning harakat nomi shakli, fe'ldagi o'zlik yoki birgalik nisbat bo'lib, fe'lning birgina o'zida naq 4 ta vazifani bajarib keladi va barchasi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha vazifasida keladi. Va oxirgisi ish qo'shimchasi otlarda fe'ldan ot yasovchi qo'shimcha sifatida kelishi ham mumkin. Demak, ish qo'shimchasini vazifasiga ko'ra aytadigan bo'lsak, ham lug'aviy shakl yasovchi, ham so'z yasovchi bo'lib kelar ekan. Ana endi keling, bularni hammasini o'ziga xosliklari, xususiyatlarini ko'rib, farqlash usullarini o'rganamiz. Ish qo'shimchalarining sifatlarida qo'llanishi. Bilamizki, o'zbek tilida sifatning 4 ta darajasi bor. Shu darajalardan biri ozaytirma daraja. Ozaytirma daraja 2 xil usulda hosil bo'ladi. Biri leksik usul bilan, ya'ni oddiy darajadagi so'zlardan oldin maxsus so'zlarni qo'yish orqali va ikkinchisi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarni oddiy darajadagi so'zlarga, ya'ni sifatlarga qo'shish yordamida. Ish qo'shimchalari aynan ozaytirma darajani hosil qiladi va odatda rang bildiruvchi sifatlargagina qo'shiladi. Masalan, qizg'ish, sarg'ish, ko'kish, oqish kabi so'zlarni olishimiz mumkin va bu yerda e'tibor beradigan jihatimiz qizg'ish, sarg'ish so'zlarga qo'shilganda hatto tovush o'zgarishlari ham bo'lgan. Ya'ni tovush tushgan, tovush almashgan. Ko'rib turganingizdek, oqish, ko'kish so'zlarda esa hech qanday hodisa ro'y bermagan va bularning asosi rang, sariq, qizil, ko'k, oq ranglar bo'lib, unga qo'shilgan ish qo'shimchasi belgining me'yordan biroz kam ekanligini ozaytirib ko'rsatyapti. Demak, bundan xulosa qilamizki, agar u rang bildiruvchi so'zlarga qo'shilsa, sifatning daraja shakli hisoblanadi. Keyingi holat. Ish qo'shimchasi so'z yasovchi qo'shimcha sifatida ham ishtirok etishi mumkin. Bunday paytda u fe'l so'z turkumiga qo'shiladi va ot hosil qiladi. Masalan, yig'ilish, burilish so'zlarga e'tibor beradigan bo'lsak, yig'ilmoq, burilmoq fe'llaridan ot hosil qilgan va nima so'rog'iga javob bo'lyapti. Demak, buni farqlash uchun siz e'tibor berishingiz kerak, fe'lga qo'shilsin va unga qo'shilgandan keyin nima so'rog'iga javob bo'ladigan holat yuzaga kelishi, yangi ma'noli so'z yuzaga kelishi kerak. Shunda ish qo'shimchasi so'z yasovchi bo'la oladi.
Endi keyingi holat. Yuqorida aytdikki, fe'l tarkibida naq 4 ta holatda shakldosh bo'lib keladi. 4 xil vazifani bajaradi, demak uni farqlashimiz kerak ekan. Shulardan birinchisi harakat nomi qo'shimchasi. Bilamizki, fe'lning vazifa shakllari sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh, ravishdoshlar qatorida harakat nomi ham o'zining otga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan, fe'lni otga o'xshatadigan, otga xoslaydigan shakli hisoblanadi. Va vazifa shakllari qo'shimchalari ham lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar sanaladi. Shayish qo'shimchasi ham vazifasiga ko'ra lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Endi u harakat nomi qo'shimchasi bo'lib kelganda fe'lning otga xos xususiyatlarini bajaradi. Ya'ni otga o'xshab xususiyatlarni oladi. Masalan, borish, o'qish, ishlash kabi so'zlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu so'zlar, ya'ni harakat nomi qo'shimchasini olgan fe'llar fe'lning zamon va shaxson qo'shimchalarini qabul qilmaydi, ot kabi qo'llanadi. Otga o'xshab vazifalarni bajaradi. Xo'p, otga o'xshab qanday vazifalarni bajaradi? Shayish qo'shimchasini olgan fe'l egalik qo'shimchasini olishi mumkin. O'qishim. Kelishib qo'shimchasini olishi mumkin. Borishimga. Ko'plik qo'shimchasini olishi mumkin. O'qishlari. Va harakat nomi shayish qo'shimchasini olgan so'zlar otga o'xshab sintaktik vazifalar bajarishi, ya'ni bosh bo'laklar, ikkinchi darajali bo'laklar bo'lib kelishi mumkin. Masalan, quyidagi gapga e'tibor bersak, har tongim yugurishdan boshlanadi. Bu yerda yugurishdan so'zi harakat nomi qo'shimchasini qabul qilgan. Yugurmoq bu fe'l, ish harakat nomi, dan esa kelishib qo'shimchasi va savoli nimadan boshlanadi deb bo'ladi. Nimadan so'rog'i esa vositali to'ldiruvchiniki hisoblanadi. Biz bilamizki, sof fe'lning o'zi zamon, shaxson, mayl qo'shimchalarini olib fe'l kesim bo'lib keladi. Ammo otga xoslangan vazifa shakli harakat nomini olgan fe'llar esa otga o'xshab ega, otga o'xshab ot kesim, otga o'xshab qaritqich aniqlovchi, vositali to'ldiruvchi kabilar bo'lib kelishi mumkin. Bu yerda aynan vositali to'ldiruvchi bo'lib kelgan. Demak, shayish qo'shimchasini harakat nomi ekanligini bilish uchun bilishimiz kerak bo'lgan birinchi holat shaxson qo'shimchasi, zamon qo'shimchalari undan keyin kelmasligi kerak. Undan keyin nima kelishi mumkin? Egalik, kelishik, ko'plik kelishi mumkin va bu qo'shimchani olgan so'z albatta gapda otga xos sintaktik vazifalarni bajaradi. Endi keyingi holat. Nisbat qo'shimchalari qatorida shayish qo'shimchasi aynan ikki xil nisbatni yuzaga keltirishi mumkin. Shulardan birinchisi birgalik nisbat. Birgalik nisbat bo'lganda u harakat bajaruvchisi ko'plikda ekanligini bildiradi. Biz bilamizki, nisbat qo'shimchalari harakat bajaruvchisining gapda qay darajada ishtirokini bildirib keladi. Birgalik nisbatdagi fe'llarda esa harakat bajaruvchisi ko'plikda, ya'ni bir nechta birgalikda bajarilganligini ifodalaydi. Demak, shayish qo'shimchasi birgalik nisbatda bo'lganda harakat bajaruvchisi ko'plikda bo'lishi kerak. Va fe'lning zamon, shaxson qo'shimchalarini olgan holatda keladi. Agar shayish qo'shimchasi o'zidan keyin zamon, shaxson qo'shimchalarini olmagan holatda qo'llansa, u harakat nomi bo'lar edi. Zamon, shaxson qo'shimchalarini olgan holatda qo'llansa, endi bu birgalik nisbat bo'lib keladi. Masalan, borishdi, di zamonni olyapti. O'qishgan, ishlashib kabi so'zlar bunga misol bo'la oladi. Keling taqqoslaymiz. Agar hozir shu yerda so'z borishni bo'lsa edi, bu harakat nomi bo'lar edi. Borishdi esa bu birgalik nisbat qo'shimchasi hisoblanadi. Nega? Chunki u ni kelishikni oldi, otga o'xshadi. Bu esa di zamonni oldi, fe'lga o'xshadi. Shuning uchun u birgalik nisbat hisoblanadi. O'quvchilar sayohatga borishdi gapida borishdi so'zi birgalik nisbatni ifodaladi. Birinchi belgi kim borgan? O'quvchilar harakat bajaruvchisi ko'plikda, borishdi esa gapda kesim bo'lib, fe'l kesim bo'lib kelyapti va o'zidan keyin zamonni olyapti. Shuning uchun bunga birgalik nisbat qo'shimchasi deb qaraymiz. Va keyingi nisbat qo'shimchalari qatorida shakldoshlik shayish qo'shimchasi
o'zlik nisbatni ham yuzaga keltiradi. Endi bizni chekimizga tushadigan vazifa birgalik nisbat bilan o'zlik nisbat qo'shimchalari shu ishni bir-biridan farqlash. Farqlash uchun esa ikkita belgisiga qaraymiz. Birinchisi, birgalik nisbatda harakat bajaruvchisi ko'plikda bo'lar edi. O'zlik nisbatda esa harakat bajaruvchisi birlikda bo'ladi. Birgalik nisbatda harakat bajaruvchisi ko'p bo'lib, ko'pchilik tomonidan bajarilgan ish harakat ko'rinadi. O'zlik nisbatda esa harakat bajaruvchisi birlikda bo'lib, harakat o'ziga qaytadi. Ya'ni o'z ustida amalga oshirilgan ish ma'nosi anglashiladi. Demak, biz birgalik nisbat va o'zlik nisbatni farqlash uchun harakat bajaruvchisiga ham e'tibor berishimiz kerak. Masalan, joylashmoq, kerishmoq, qorishmoq so'zlarini oladigan bo'lsak, bu fe'llardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu fe'llar agar harakat bajaruvchisi ko'plikda bo'lsa, birgalik nisbatni, agar harakat bajaruvchisi birlikda bo'lib, ish harakat o'ziga qaytsa, ya'ni o'z ustida amalga oshsa, o'zlik nisbatni ifodalab keladi. Masalan, quyidagi misolga e'tibor bering. Kumushning ko'z yoshlari tuproqqa qorishdi gapida harakat bajaruvchisi ko'z yoshlari. Bilamizki, ko'z yoshlar sanalmaydigan ot bo'lib, lar qo'shimchasi u yerda ma'noni kuchaytirish, tasviriylik maqsadida foydalanilgan. Biz ko'z yoshlarini ko'plikdagi ot deya olmaymiz, ular birlikda. Va qorishdi so'zida ko'z yoshlar o'zi qorishadi. Ya'ni bu tabiiy jarayon bo'lib, inson yig'layotganida shoir badiiy vosita sifatida ramziy qilib shunday hodisani beryapti. Demak, bu yerda qorishdi so'zi o'zlik nisbatni yuzaga keltirgan. Yoki keling yana bir misol orqali bersak. Anvar mehmonxonaga joylashdi. Bu yerda joylashdi so'zi o'zlik nisbatni ifodalab kelgan. Harakat bajaruvchisi Anvar birlikda. Mana shundan ham o'zlik nisbat ekanligini bilishimiz mumkin. Ammo xuddi birgalik nisbatga o'xshab, o'zlik nisbat shay ish qo'shimchasi ham o'zidan keyin shaxson, zamon qo'shimchalarini oladi. Va yuqorida aytdimki, joylashmoq, qorishmoq so'zlari birgalik nisbatni ham bildirishi mumkin. Keling, qorishmoq so'zini birgalik nisbatda berib ko'ramiz. Bunda bajaruvchi ko'plikda bo'lishi kerak. Masalan, qizlar bayramga xamir qorishdi. Bu yerda qorishdi so'zi qizlar egasini ergashtirib kelyapti. Qizlar bajaruvchi va u ko'plikda. Demak, bu yerda qorishdi so'zi birgalik nisbatni yuzaga keltirgan. Xulosa, birgalik bilan o'zlik nisbatni farqlash uchun sizning asosiy yordamchingiz bu bajaruvchi hisoblanadi. Bajaruvchi birlikda, ish harakat o'ziga qaytdi, o'zlik nisbat, bajaruvchi ko'plikda, ish harakatni ko'pchilik bajaryapti, bu birgalik nisbat hisoblanadi. Endi keling, fe'lning modal shakli bo'lib keladigan shay ish qo'shimchasi haqida gaplashamiz. Avvalo, fe'lning modal shakli, ular qanday qo'shimchalar? Modal so'zi qanday ma'noni bildiradi? Shu haqida ham ma'lumotga ega bo'lsak. Modallik yoki modal ma'no bu nima degani? Biz bilamizki, tilimizda so'zlar orqali yoki gaplar orqali, so'z birikmalari orqali asosiy ifodalanadigan ma'nolar bor va qo'shimcha ifodalanadigan ma'nolar bor. Aynan modal ma'no bu gapimiz yoki so'zlarimizga qo'shimcha ma'no berib keladigan shakllar hisoblanadi. Shakl deganda so'z ham qo'shimcha ma'no berishi, qo'shimcha ham qo'shimcha ma'no berishi mumkin. Masalan, alohida olingan so'zlardan modal so'zlar aynan mana shunday qo'shimcha ma'noni berib keladi. Masalan, ertaga qor yog'adi gapi oddiy axborotni bildirgan. Agar shunga men taxmin ekanligini, o'zimni gapimga o'zim ishonmayotganlik ma'nosini bermoqchi bo'lsam, modal ma'nodagi so'zni beraman. Ya'ni ehtimol ertaga qor yog'adi. Bu yerdagi ehtimol modal so'zi gapimga ishonchsizlik ma'nosini qo'shdi. Xuddi shunday fe'lning modal qo'shimchalari ham asosiy ma'noni bildirmaydi, balki u fe'llarga qo'shilib, fe'llarning turli holatlarini ifodalab keladi. Bilamizki, fe'llar faqat harakatni emas, holatni ham bildirib keladi. Shu harakat va holatning qay darajada bajarilganligini bildiradi. Qay darajada deganda, u davomiylik bo'lishi mumkin, takrorlanuvchanlik bo'lishi mumkin,
kam yoki to'liq bajarilganligi kabi bo'lishi mumkin. Mana shunday fe'lga qo'shimcha ma'noni berib keladigan qo'shimchalar fe'lning modal shakllari sanaladi. Ular ham xuddi nisbat qo'shimchalaridek, xuddi harakat nomidek fe'lning lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalari sirasiga kiradi. Masalan, kulimsiramoq so'zida kulmoq bu harakat bajarilgan, kulimsiramoqdagi imsira qo'shimchasi fe'lning modal shakli kulmoq harakatining biroz bajarilganligini ifodalab keladi. Yoki turtkilamoq, turtmoq harakatining uzoq davom etganligini, davomiylik qo'shimcha ma'nosini berib kelyapti. Yoki oqarinqiramoq so'zida oqarmoq harakatining inqira qo'shimchasi orqali biroz bajarilganligini ifodalab keladi. Mana shu biroz bajarilganlik, takrorlanuvchanlik yoki ko'p bajarilganlik ma'nolarini aynan fe'lning modal shakllari ifodalab keladi. Va ish qo'shimchalari ham fe'lning modal shakli bo'lganda xuddi shunaqa qo'shimcha ma'nolarni bildirib keladi. Aynan shu belgisi uni birgalik yoki o'zlik nisbat va harakat nomidan farqlashga xizmat qiladi. Endi e'tibor beramiz. Kun oqarishdi misoliga qaraydigan bo'lsak, kun oqardi deb ish qo'shimchasini olib bersak, kun bu yorug'lik. Tundan kunga o'tish holati. Kun oqardi deganda to'liq kun bo'ldi. Kunduz bo'ldi, yorug'lik tushdi. Kun oqarishdida esa u oqarib ham ketmagan, ya'ni to'liq kun ham bo'lmagan, ammo qorong'u ham emas. G'ira-shira yorug'lik ma'nosini ifodalab kelyapti. Yoki oy to'lishdi birikmasiga qaraydigan bo'lsak, agar biz hozir ish qo'shimchasini olib oy to'ldi deydigan bo'lsak, oy to'liq to'lgan, doira shakliga kirgan holat ifodalanadi. Ammo oy to'lishdi birikmasida oy to'liq to'lmagan, balki hali to'lishi uchun biroz bor ma'nosi ifodalanib turibdi. Birgalik o'zlik nisbatga o'xshash tomoni o'zidan keyin zamon qo'shimchasini olyapti, gapda fe'l kesim bo'lyapti yoki o'zlikka o'xshab harakat bajaruvchisi birlikda deb aytishingiz mumkin. Lekin sizni modal shakldagi fe'lni yoki o'sha fe'lning modal shakl yasovchi qo'shimchasini farqlab olishga yordam beradigan holat faqat shu ikkita misolga e'tibor berishingiz kerak ekan. Ya'ni harakat bajarilayotganda uning kam bajarilganligini ifodalab kelsa, ish qo'shimchasi harakatning kam bajarilganligini ifodalab kelsa, u fe'lning modal shakli hisoblanadi. Demak, birgina fe'lning o'zida 4 ta vazifani bajarib kelar ekan. Ularni farqlash haqida yuqoridagi o'rinlarda aytdim. Agar shu belgilarga e'tibor bersangiz, ish qo'shimchasini albatta farqlay olasiz. Mana bugungi darsda qo'shimchalar shakldoshligi doirasida ish qo'shimchasining shakldoshligi haqida bilimga ega bo'ldik. Yana shunday foydali ma'lumotlarni ko'proq bilishni istasangiz, meni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.